الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته katta olimlardan mazhab sardorlaridan Muhammad ibn Idris ash-Shofi'i al-Qurayshi aytadilar: Talabul ilmi afdal min salatin nafilah va laysa al-ba'da al-faridati afdal min talabil ilm. Ushbu imom ilmning fazilatini, ilmning maqomini, ilmning darajasini madh qilib, nafl ibodatlardan ko'ra ilm olish afzal deydilar. Farz ibodatidan keyin eng afzal ibodat ilm talab qilish deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni farz o'z o'rnida farz. Har bir banda uning zimmasiga yuklatilgan farz amallarni qilishligi shart. 5 vaqt namoz bo'ladi, ibodatlarda, zakot bo'ladi, haj bo'ladi va hokazo. Ibodatlardan tashqari har birimizni zimmamizdagi farzimiz bor. Xotin bola chaqani ta'minlash, ota-onaga yordam berish, zimmamizda biror bir opamiz yo singlimiz qolgan bo'lsa, unga qarash. Yana farzlar bor. Har birimiz bir kasb, hunar, bir ish egasimiz, bir vazifa va mas'uliyatga, lavozimga egamiz. Mana shuni nima qilish, mana shuni omonatdorlik bilan ado etish. Bular farz. Bularni qilish kerak. Ana undan keyin eng fazilatli maqom, eng barakotli ish, eng savobli ish ilm talab qilish deb Imom Shofiy aytgan ekanlar. Demak, har bir narsaga yondashuvimizda albatta ilm kerak. Albatta uni bilishlik kerak. Har bir ishga qadam qo'yamizmi, avval uning ilmidan xabardor bo'lishligimiz kerak. Bugungi suhbatda xabardor bo'ladigan bir ilmimiz, bu masala to'g'risida ba'zimizning ma'lumotimiz bor, ba'zimizga esa yangilik bo'lishligi mumkin. U ham bo'lsa faroiz ilmi, meros ilmi. Odamizod vafot etgandan keyin uning moli qanday taqsimlanadi? Alloh va uning rasuli uning molini qanday taqsimlashga buyurdi? Qur'oni Karimda berilgan ko'p ma'lumotlar, ibodatlar va toatlar bo'ladimi, muomala bobi bo'ladimi? Ular haqidagi kelgan oyatlar umumiy ma'noda, mujmal ma'noda deymiz. Uning tafsilotini Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz zikr qilganlar. Masalan, aqimus solah. Namozni to'la-to'kis ado eting. Namozni qanday o'qish, qanday ado etish, farz va sunnatini farqi va hokazolarni payg'ambar alayhissalom bizga qilib ko'rsatdilar, aytdilar. Qur'oni Karimda va atuz zaka, mollaringizni zakotini bering. Qanday beraylik? Qancha beraylik? Kimga beraylik? Va hokazo. Tafsilotini Hazrati payg'ambar alayhissalom aytdilar. Qur'oni Karimda ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba. Alloh taolo tijoratni halol, ribo, sudxo'rlikni esa harom qildi. Qaysi tijorat? Qanday tijorat? Uning shartlari nimadan iborat? Undagi tafsili ahkomlar nimadan iborat? Sudxo'rlik harom. Nima degani sudxo'rlik? Qachon harom bo'ladi va hokazo. Bularni payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom aytganlar. Faqat bitta ilm, faroiz ilmini ipidan ignasigacha Alloh subhanahu va taoloning o'zi Qur'oni Karimda keltirdi. Niso surasida xususan Alloh taolo faroizni, ya'ni meros ilmini odam vafotidan keyin undan mol qolsa qanday taqsimlanadi, kimga qancha beriladi, oxirgi tangasigacha Alloh aytdi. Payg'ambar alayhissalomga aytgani yo'q, taqsimla faroizni degani yo'q. O'zi taqsimladi. Nima uchun? Mol bor joyda gap bo'ladi. Mol bor joyda ixtilof bo'lishligi mumkin. Shayton aralashadi, turli tuman nizolarga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ta'allamul faroiza va 'allimuha an-nas fa inni imri'in maqbud va inna hadha al-'ilm sayuqbad va tadhharu al-fitan hatta yakhtalifu ar-rajulan fil fariida fala yajiduna man yafsilu baynahuma." Rawahu al-Hakim.
ey ummat, meros ilmini o'rganinglar va uni odamlarga o'rgatinglar. Men ham vaqtinchalik odamman, yaqinda bu dunyodan o'taman. Bilib qo'ying, merosni taqsimlash ilmi tez ko'tariladigan, odamlar ichida tez unutiladigan ilmdir. Fitnalar zohir bo'ladi. Fitnalar ko'payadi, urchiydi. Ikki odam merosni qanday taqsimlash to'g'risida odam qidiradilar. Ularni meroslarini taqsimlasinlar, lekin shunaqa omonatdor, ilmga ega odam topa olmaydilar deb Hazrati Rasulimiz aytadilar. Boshqa bir rivoyatda ta'allamul faroid fa innahu nisful ilm va innahu awwalu ilmin yuntaza'u min ummati. Faroizni o'rganinglar, meros taqsimotini bilinglar. U ilmning yarmidir. Ya'ni yarim ilm, boshqa ilmlar, yarim ilm meros ilmi. Bilib qo'yinglar, ilmlar ichida unutiladigani, eng erta ko'tariladigani faroiz ilmidir, merosning taqsimot ilmidir deb payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda merosni to'g'ri taqsimotiga rioya qilmaydiganlarni Alloh malomat qiladi. Va ta'kulunat turasa aklan lamma. Shunday odamlar borlarki, merosni yamlab yutadilar. Alloh taolo bu bilan ularning bu qilmishlari, bu kirdikorlari nechog'lik mudhish ekanligini bildiradi. O'g'irlik qanday gunoh bo'lsa, poraxo'rlik qanday gunoh bo'lsa, o'maruvchilik qanday gunoh bo'lsa, birovni merosdagi haqqini nohaq o'zlashtirish undan battarroq gunoh. Chunki birovni molini o'g'irlasak, albatta u orqasidan so'rab keladi. So'raydi, surishtiradi, keladi. Ammo o'tgan odam so'ray olmaydi, surishtira olmaydi, uni orqasidan keta olmaydi. Payg'ambar alayhissalom shuning uchun aytadilar, fitna urchiydi, yomonlik ko'payadi. Nima uchun? Yolg'ondan mol o'zlashtirgandan keyin, birovning molini yegandan keyin albatta uni orqasidan turli xil yomonliklar yog'ilib kelaveradi. Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalom shuning uchun bu masalada juda aniq to'g'ri yechimlarni qo'ydilar. Shariatimiz to'g'ri yechimlarni qo'ydi. Alloh merosni taqsimlashni bildirib, tilka hududulloh. Ey ummat, bilib qo'ying, bu Alloh qo'ygan chegaralar, fala ta'taduha. Bu chegaralarni buzmanglar. Qanday hadlaringiz yetadi? Nima haqqlaringiz borki Alloh qo'ygan chegaralarni buzasizlar? Xudo chegara qo'ydi. Bunga buni ber, bunga buni ber, bunga buni ber dedi. Odamizod uchun farzandlari hammasi bir. Ota, ona farzandlarini hammasini bir xil yaxshi ko'radi. Lekin farzandlar ota-onani bir xil yaxshi ko'rmaydilar. Birini qaraysiz, har kun xabar oladi. Birini qaraysiz, bir haftada bir. Birini qaraysiz, bir yilda bir yo telefon qiladi, yo qilmaydi. Shuning uchun odamizod moyil. Qaysi bolasi undan ko'p xabar olsa, qaysi bolasi unga mehribonlik ko'rsatsa, qaysi biri uni izzat va ikrom qilsa, sirlarini o'shanga aytadi. Mol va mulki o'shanda bo'ladi, narsalari o'shanda bo'ladi. U ota-onani duosini oladi. Ota-ona vafotidan keyin ana endi unga imtihon keladi. Qaysi imtihon? Mol unga, mulk unda. Bor ota-onaning 2 so'm puli unda. Taqsimlash kerak. Lekin uni hech kim bilmaydi. Qancha pul bor, qancha oltin bor, hech kim bilmaydi. Ana endi bolaga bu imtihon, farzandga bu imtihon. Bu duoni oxirigacha yetkazadimi, yetkazmaydimi? Imtihon keladi. Ana endi cho'ntakdan chiqarib qo'ysa, ana bu otamning pullari, ana bu do'konlari, ana bu deb qo'ysa, tilka hududulloh. Ilohiy chegaraga turgan bo'ladi. Ammo aqllilik qilsa, Alloh taolo qo'ygan chegarani yumshataman degan joyimizda adashamiz. Otamga men qaradim-ku, doktorga men etdim-ku, sihatgohga men o'qishinidan oldirdim-ku,
va hokazoku deb bir necha sababu boisu bahonalar topib uni o'zlashtirsa, ana endi katta gunohga qo'l urgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo ko'rib turibdi. Kim qanday muomalada bo'ldi? Alloh taolo bilib turibdi. Qaysi farzand nima qildi? O'sha ko'rib, bilib, aniq qalblardagi narsalarni bilgan zot o'zi taqsimladi. O'g'ilga buni ber dedi, qizga buni ber dedi, opa-singilga buni ber dedi, ammaga, amakiga buni ber dedi. Nahot u zot bilmaydi? Nahot u zot xabari yo'q? Alimun ma fis sudur. Alloh hamma narsani biladi. Aytmadi. Haftaga bir marta kelgan o'g'ilga 1 so'm ber, 2 haftaga bir kelganga 50 dan 1 demadi. To'g'ri taqsimladi dedi. Farqi yo'q dedi. Hammasi otani belidan chiqqan, onani qornidan tushgan bir xil taqsimla deb Alloh marhamat qildi. Shuning uchun faroiz ilmini to'g'ri taqsimlamog'imiz darkor. Toyinki merosni yamlab yutuvchilardan bo'lmaylik. Va ta'kuluna turasa aklan lamman, yamlab yutuvchilardan bo'lmaylik. Odamizod vafotidan keyin uni zimmasiga, ya'ni o'likdan keyin qilishligimiz kerak bo'lgan, uning moliga bevosita taalluqli bo'lgan 5 narsa bor. Birinchisi merosni, ya'ni pulni, dunyoni aynan o'ziga qaratilgan. U ham bo'lsa zakotga o'xshagan narsalar. Moli dunyo turibdi. Ota-onadan meros yoki faralonchadan meros qoldi. Birinchisi zakotini berishligimiz kerak. Bermagan yillarni zakotini berishimiz kerak. U Allohning haqqi. Parvardigorning haqqi. Alloh rahmat qilsin. O'tgan sobiq tuzum paytida ota-onalar o'tib ketdilar. O'sha payt ularning zakotlari berilgan, berilmagan bilmaymiz. Mollari turibdi. Falon qatar tilla, falon qatar va hokazo. Zakotlarini chamalab chiqarishimiz kerak. Chunki zakot molning haqqi. Uni chiqarish kerak. U zakot meni molimga turgan bo'lsa ham meni haqqim emas, u molimning haqqi u. U meniki emas, birovning moli meni molimga aralashib turgan bo'ladi. Birovning amonati meni molimga turgan bo'ladi, uni berishim kerak. Ikkinchisi, olimlar aytdilar maunatut tajhiz, ya'ni go'ri kafan deydilar. Moldan o'tganni kafanligiga, yuvishga, lahat qozishga pul o'zinikidan sarflasa bo'ladi. Masalan, birov o'tdi, moli qoldi, molidan lahat qozish mumkin, molidan kafanlikka ishlatish mumkin, uning molidan nimaga ishlatish mumkin? Yuvishga ishlatish mumkin. Undan boshqa narsaga uning molidan ishlatish bo'lmaydi. Masalan, osh berish, juma oqshomi qilish va hokazo 3 kun va uni molidan emas. Siz qilmoqchimisiz? Qiling. Bo'lmasa shariat 3 kun qiling, pista oling, bodom oling, undoq demaydi. Shariat 20 o'tirganlarga oq, 40 o'tirganlarga qizil material bering demaydi. Siz birovga ehson qilmoqchimisiz? O'zingizni nomingizdan qiling. O'tganning moliga ishingiz bo'lmasin. Lahat qozish uchun olsangiz bo'ladi. Kafan uchun olsangiz bo'ladi. Uni yuvish g'assolni pulni olsangiz bo'ladi. Ammo undan boshqa mol turadi. U merosxo'rlarning haqqi bo'ladi. Ammo shuni ham olmoqchi emassiz, o'zingizning yoningizdan qilmoqchisiz. Bemalol qilavering. Uchinchisi, qarzlar ado etiladi. Demak, zakot berildi. Dafn ishlariga pul olindi. Dafn ishlari deganda bizdagi katta dafn ishi emas u. Tobut ko'targanlarga osh, 3 oqshomga osh, u yoqga material, u yoqga halvoytar va hokazo. Unaqa emas. U dafn marosimining kitobi bor o'zi. Xo'p, keyingisi qarz. Odamizotning qarzi bo'lsa ham beriladi, Allohning qarzi bo'lsa ham beriladi. Odamizotning qarzi odamlardan qarzi bo'lsa to'lanadi. Har bir odam vafotidan keyin odamlar hujjat bilan kelsa, guvoh bilan kelsa, aniq sobit bo'lsa-ki, uning qarzi bor, uning qarzi beriladi. Mol turibdi, taqsimlangani yo'q. Odam keldi, o'tganni mendan qarzlari bor edi. Meni haqqim u kishining bo'yinlariga bor edi.
Qancha? Falon pul. Hujjat. Ana notarius. Ana ikkita haq guvoh. Ana tushuntirish xatlari, til xatlari. Hujjat sobit bo'lsa, moldan olib beriladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki, sohibud dayni maghlulun fi qabrihi la yafukku anhu hatta yanqidhiya daynahu. Qarzdor qabrda zanjirband bo'lib yotadi. To qarzi berilmasa, zanjir ochilmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom janoza qo'yilsa, so'rardilar, qarzi bormi? Bor deyilsa janozani o'qimasdilar. Qarzi bor desa janoza o'qimasdilar. Qarz nihoyatda bir nozik narsa. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir kun janoza qo'yildi, aytdilarki, qarzi bormi? Bor. Qancha? 2 dirham. 2 dirham. Birov aytdiki, men to'layman dedi. 2 dirham o'zi bitta boltani puli. Bitta boltani puli. Birov aytdiki, men beraman ya Rasululloh, 2 dirham narsam dedi. O'zi oldimda yo'q, beraman dedi. Payg'ambar alayhisalom o'qidilar. Ikkinchi kun bomdod namoziga so'radilar. Pulni berdingmi dedilar. Ya Rasululloh, beraman dedi u. 2 dirham nima u? Hozirga 20 ming so'mlik narsa. Uchinchi kun bomdodga chiqqanda u odam sharti to'lab qo'ydi-yu, o'sha 2 dirhamni keyin keldi. Berdingmi dedilar. Berdim dedi. Al-ana barudat jildatu ra'sih dedilar. Ana endi boshi sovushni boshladi dedilar. Ana endi go'ri sovuy boshladi. Yonayotganda shu paytgacha dedilar. 2 dirhamga. 2 dirhamga dedi go'ri yonayotgandi deb payg'ambar alayhisalom aytdilar. Birinchi demak, qarzlarni beradi molni taqsimlashdan oldin. Hujjat bilan, guvoh bilan kelsa. Agar hujjat va guvoh bo'lmasa berilmaydi. Birov keldi, rahmatlik otaysiz bilan biz o'rtoq edik, yig'layim oldi. Shu mendan falon pul olgandilar. Hujjat Xudo dedi. Xudoni oldiga borganda olasiz deydi, tamom. Unaqa hujjatsiz nima qilinmaydi, berilmaydi. Keyingisi Allohning qarzlari. Allohning qarzi, u nazr qilgandi, nazrini to'lamagandi. Qasam ichgandi, kafforati qolib ketuvdi. Ro'za tutmaganda fidyalari qolib ketuvdi. Ular to'lanadi. 4-inchisi vasiyat. Molining 3dan 1iga odamizot vasiyat qilishi mumkin. Avvallari odamlarni molga buncha havaslari, buncha hirslari, buncha moldiga mukkasidan ketmaganlar. O'layotgan odam oxiratini ko'rgan, qabrini o'ylagan, ro'zi qiyomatni o'ylagan, ba'zi narsalarni vasiyat qilgan. Bu molimni masjidga beringlar, buni yetimxonaga beringlar, buni kambag'allarga beringlar, buni ko'chaga ishlatinglar deb aytgan, oxiratiga bir zaxira bo'lsin. Ana shu vasiyat 3dan 1ga kor qiladi. Masalan, birov mol qoldirdi, 30 million so'm, vasiyat qilsa 10 million so'mi tarqatiladi. O'layotgan odam oyog'i sovib kelgan. Aytdiki, 30 million pulni hammasini beringlar dedi. Yo'l chiqarsin, masjidning qarzlari uzilsin va hokazo. Xo'p deyiladi, lekin 10 million so'm beriladi, tamom. 10 million so'm beriladi. Ana undan keyin qolgan mol taqsimlanadi. Demak, molga oid qarz berildi, go'ri kafanga ishlatildi, qarzlari uzildi, vasiyat qilgan bo'lsa, vasiyat moli berildi. Ana endi qolgan mol merosxo'rlar ichida taqsimlanadi. Boshqasi mumkin emas. Vasiyatni o'tayotgan odam o'zi aytgan bo'lsa qilinadi, ammo aytmagan bo'lsa qilinmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning sahobiylari Hazrat Rasulullohning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, inna ummi uftulitat azun law takallamat tasaddaqat." Ya Rasululloh, onam birdaniga dunyodan o'tib qoldilar, yurak xuruji bilan. Agar gapirganlarda edi, qarang sahoba ikromlarni. Gapirganlarda edi, bir narsani sadaqa qilib vasiyat qilardilar. Afa atasaddaqu anha? U kishining nomlaridan sadaqa qilsam bo'ladimi? Naam dedilar. Walaha ajruha. Qilsang bo'ladi, ajri unga yetadi deb payg'ambar alayhissalatu vassalom aytdilar. Qolgan molni keyin taqsim qilinadi. Mana bu meros. Merosni o'zimiz aqlimiz bilan, fikrimiz bilan emas,
Alloh va uning rasuli aytgandek taqsim qilaylik. Agar shundoq qilmasak, nizo bo'ladi. Shunday qilmasak, mojaro bo'ladi. Shundoq qilmasak, kelishmovchilik bo'ladi. Eng katta musibat, Xudo bizdan rozi bo'lmaydi. Alloh taolo hammamizga yaxshiliklar bersin. Parvardigor olam o'tganlarimizni rahmat qilsin. Parvardigor hammamizga dunyo va oxirat saodatmandligini bersin. Alloh